Assalomu alaykum hurmatli Karman tuman aholisi, mehmonlar, aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Hurmatli Karman tuman aholisi va aziz yurtdoshlar. Ma'lumki, bugungi kunda muhtaram prezidentimizning rahbarligida mamlakatimizda, jumladan Karman tumanida ham barcha sohalarda ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarning tub mohiyati avvalo inson qadrini ulug'lash, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini ro'yobga chiqarish, xalqimizning tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash, turmush farovonligini oshirishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Aytish lozimki, o'tgan davrda barcha davlat va nodavlat idoralari va xalqimiz bilan birgalikda barcha sohalarda qonuniylikni ta'minlash, jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish borasida muayyan ishlar qilindi. Muhimi, bugun to'la ishonch bilan aytish mumkinki, mamlakatda huquq tartibini mustahkamlash nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar, balki boshqa idoralar va keng jamoatchilikning umummilliy ishi va muhim vazifasiga aylandi. O'z navbatda oldimizda hal etilishi lozim bo'lgan masalalar ham ko'p ekanligini barchamiz yaxshi tushunamiz. Albatta, jinoyatchilik va korrupsiyani oldini olish, umuman barcha sohalarda qonuniylikni ta'minlash eng avvalo sizlarning xayrixohligingiz, hamjihatligingiz va ko'magingizga tayanamiz. Mamlakatimizda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashning mutlaqo yangi mexanizmlarini joriy etish, huquqbuzarlikni sodir etishga sabab bo'layotgan ijtimoiy maishiy muammolarni ijtimoiy profilaktika choralari tizimi orqali hal etish hamda aholida shaxsiy xavfsizlik hissini shakllantirish borasida samarali chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvardagi 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimini samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi birinchi sonli qaror qabul qilindi va mahallalarda xavfsiz muhitni yaratishning tashkiliy profilaktik asoslarini zamon talablariga moslashtirish, sodir etiladigan qonunbuzarliklarning asl omillarini o'z vaqtida aniqlash va kompleks chora-tadbirlar bilan manzilli bartaraf etish orqali jinoyatchilikning barvaqt oldini olish tizimining samaradorligini yanada oshirish mexanizmini ishlab chiqildi. Jinoyatchilik keltirib chiqarayotgan omillarning tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, kambag'allik, ishsizlik, oilaviy muammolar, yoshlarning huquqiy ongini yuksaltirish kabi masalalar hamon dolzarligicha qolmoqda. Bu muammolarni ijtimoiy, huquqiy va psixologik yondashuvlar asosida hal etishga harakat qilmoqdamiz. Bunda aholining faol ishtirokini ta'minlash muhim omil hisoblanadi. Chunki jinoyatchilikka qarshi kurash faqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar emas, balki uning keng jamoatchilik o'rni beqiyos. Shu sababli fuqarolar va davlat organlari o'rtasida ishonchli muloqot mexanizmi ishga tushirilib, har bir fuqaro o'z murojaatini elektron shaklda yoki ishonch telefon orqali yuborishi mumkin. Prokuratura organlari zimmasidagi muhim vazifalardan fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash, jinoyat sodir etganlarga nisbatan qonuniy, xolis va adolatli chora ko'rish, aybsizlarni jabr ko'rishdan asrashdir. Har bir tekshiruv, har bir tergov ishi prokuratura organ nazoratida qonun doirasida amalga oshirish shart. Tergov jarayonlarida inson huquqlari hech qanday holatda poymol etilmasligi kerak. Ayblanuvchilarga nisbatan ehtiyot choralarini qo'llashda adolat prinsiplariga tayanadigan tizimni qaror toptirish bugungi kunning talabi. Biz himoya huquqini mustahkamlash, advokatlar faoliyatiga to'sqinlik qilmasligi va tergov jarayonida shaffoflikni ta'minlashni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. E'tibor qarash lozimki, bo'lgan yana bir yo'nalish bu korrupsiyaga qarshi kurash. Korrupsiyaga qarshi kurash sohasida amalga oshirilayotgan ishlar natijadorligi hamda kelgusidagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan kengaytirilgan yig'ilishda prezidentimiz ham kelgusidagi dolzarb va muhim vazifalarni belgilab berdi. Jamiyatda korrupsiyaga qarshi murosasizlik muhitini shakllantirishning barcha choralari ko'riladi. Prokuratura organlari faoliyatida ham korrupsiya omillarini bartaraf etish, profilaktik tadbirlarni kuchaytirish, manfaatlar to'qnashuvini oldini olish bo'yicha yo'l xaritalar qabul qilindi va ularning ijrosi doimiy nazoratda turibdi. Davlat idoralari, jamoat tashkilotlari va keng jamoatchilik vakillari bilan hamkorlikda hududiy ish chegirmalari faoliyati yo'lga qo'yildi. Korrupsiya faqat shaxsiy manfaatni ko'zlagan mansabdor shaxsning xatosi emas, balki butun jamiyatning ishonchini emradigan illatdir. Bu boradagi har qanday holat yuzasidan prokuratura organlariga murojaat qilishingiz mumkin. Har bir murojaatni o'rganamiz, xolis va qonuniy qaror qabul qilamiz. Prokuratura organlari faoliyatida tub islohotlar amalga oshirilayotgan bir paytda biz har bir yurtdoshimizning faol fuqarolik pozitsiyasiga, qonunlarga itoatkorligiga, halollik, insoflilik kabi yuksak insonparvarlik fazilatlariga tayanamiz. Faqatgina birgalikda, hamjihatlikda, jamoatchilik bilan hamkorlikda biz yurtimizni tinch, xavfsiz va farovon yurtga aylantira olamiz. Qonun ustuvorligi bo'lgan, adolat hukm suradigan jamiyatni barpo etish bu faqat davlatning emas, balki har birimiz, siz va bizning burchimizdir.
E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, tumanimiz aholisi va mehmonlari. Tuman hududida jinoyatchilik ahvoli bo'yicha qisqacha axborot bersam. Joriy yilning o'tgan 4 oy davomida tuman hududida huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda 156 marotaba tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazildi. Tadbirlar davomida 58 ta jinoyatlar fosh etildi. 1759 nafar huquqbuzarlik sodir etgan shaxslar aniqlandi. 310 nafar shaxslar reabilitatsiya markaziga joylashtirildi. 27 nafar profilaktik hisobda turgan ruhiy kasal, spirtli ichimlikka ruju qo'ygan va giyohvandlar majburiy davolanish muassasalariga yotqizildi. 235 nafar tazyiq va zo'ravonlik jabrlangan xotin-qizlarga himoya orderlari berildi. 6 ta sovuq qurol olib yurish holati bo'yicha ma'muriy choralar ko'rildi. 1793 nafar jinoyat qilishga moyil hamda jinoyatdan jabrlanish xavfi yuqori bo'lgan shaxslar bo'yicha mahalla yettiligiga xulosalar berildi. Ularning muammolari hal etildi. Tuman hududida jinoyatchilikka qarshi kurashish va sodir etilganlarni issiq izida fosh etish borasida olib borilgan ishlar natijasida tuman hududida oldi olinishi mumkin bo'lgan jinoyatlar sezilarli darajada pasaydi. Jinoyat turlaridan bosqinchilik 1 tadan 0 taga, o'g'irlik 15 tadan 11 taga, o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisasi 5 tadan 0 taga, giyohvandlik moddalari bilan bog'liq jinoyatlar 24 tadan 22 taga, transport vositalarini olib qochish 1 tadan 0 taga kamaydi. Mahalla jinoyatchilikni jilovlash qaratilgan tadbirlar natijasida tumandagi 40 ta mahallaning 15 ta jinoyatlarni pasaygan, kamaygan bo'lsa, 23 tasida 53.4% birorta jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish borasida amalga oshirilayotgan ishchilik bilan davom ettirilmoqda. Yuqorida qayd etilgan ishlar bilan birga oldimizda turgan ishlarga ham to'xtalib o'tmasak bo'lmaydi. Ochiq aytishimiz kerak, oldimizda xavf turibdi. Shuni diqqat bilan eshitishingizni so'rayman. Axborot texnologiyalari yordamida sodir etilayotgan jinoyatlar sodda qilib aytganimizda kiber jinoyatlar deymiz. Bu turdagi jinoyatlar zamon va makon tanlamasligi va masofadan boshqa davlatlardan turib sodir etilish sababli ish faoliyatimizda bir muncha qiyinchiliklarni tug'dirmoqda. Joriy yilda bu yo'nalishda 44 ta jinoyatlar qayd etilib, asosan kiber o'g'irlik va kiber firibgarlik hisoblanadi. Kiber jinoyatlarni oldini olish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Lekin aholiga haligacha yetkazib bera olmayapmiz. Bu turdagi jinoyatlarga qarshi kurashishning eng samarali usuli fuqarolarda kiber jinoyatchilikka qarshi kurashish immunitini shakllantirishdir. O'zimiz bu jinoyatlardan himoya qilishni o'rganishimiz kerak. Giyohvandlik va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanmasi bilan bog'liq jinoyatlar ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan tumanimiz hududida boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda bu illatga qarshi kurashishda avvalambor yoshlar orasida keng tarqalishini oldini olishda tegishli tadbirlarni amalga oshirmoqdamiz. Shu yilning o'zida 22 ta holat aniqlanib, giyohvandlik moddalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi. Mazkur aniqlangan jinoyat ishlari doirasida 24 nafar shaxslar javobgarlikka tortildi. Bugungi kunda bu yo'nalishda jinoyatlar ham zamonaviylashgan, ya'ni giyohvandlik moddalarining savdosi bilan shug'ullanish internetga ko'chgan. Internet do'konlari, ularning administrator va zakladchiklari tomonidan ko'plab sodir etilmoqda. Shuning uchun hurmatli hamshaharlar va ota-onalar e'tiborli bo'ling. Farzandingiz, aka, uka, yaqinlaringizni tanish bilishingiz orasida xulq-atvori va yurish-turishi, xatti-harakatlarda o'zgarish kuzatilsa, buni yashirishga intilmang. Bir o'zingiz ularni o'g'u domidan chiqarib ola olmaysiz. Bundan tashqari, yana bir masalaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Bu ham bo'lsa xonadon va do'konlardan sodir etilayotgan o'g'irlik jinoyatlaridir. Albatta bu yo'nalishdagi jinoyatlar tumanimizda keskin kamaygan. Lekin shunday bo'lsa ham xonadoningizni qo'riqlash pultiga topshirishingizni tavsiya qilamiz. Arzimas pult evaziga xonadoningizni ishonchli qo'llarga topshirib, o'zingiz bemalol ishlaringiz bilan band bo'lishingiz mumkin. Mulkingizni himoyada ekanligini, ko'nglingiz xotirjam bo'lishini eslatib o'tmoqchiman. E'tiboringiz uchun rahmat.